alaykum yurtdoshlar, YouTube, Instagram podpischiklari. Sizlarga bosh kiyimlar obzorini qilib beraman. Ektam kanaliga xush kelibsiz. Ko'ring. Sur kepka har xil turda tikaman. Qora ko'lcha norka bilan ishlangan sur teridan bo'lgan kepka. Sur o'rikgul kepka norka bilan ishlangan. Qora ko'lcha sur teri antik qora ko'lcha. Ko'ring. Kimga nima kerak bo'lsa tikib beraveraman. Hamma yerga dastlabkamiz bor. Taksilar bilan pochta orqali chiqarib yuboraveraman. Kim ko'rayotgan bo'lsa o'zbeklarning bosh kiyimini bitta like bosib yuboring, podpiska qiling, kengroq tarqaladi. Antik teridan sur telpakimiz kimga kerak bo'lsa, norka kepkamiz Buxoro suri qo'yilgan, qulog'i tushadi, norka bilan ishlangan kepka. Chiroyli qilib tikib qo'yibman. Fabrikni qilib, hamma yog'i bor, pechatlari, tiketkalari hamma yog'i bor. Zo'r, bir 15 yil, 20 yil kiyasiz. Hech nima bo'lmaydi. Terisi, norka terisi obработка bo'lgan, kuya yemaydi. Chiroyli qilib tikib qo'yibman. Ko'ring. Antik teri har xil bo'ladi, narxi har xil bo'ladi. Narxini aytsam bo'lmaydi, solishtiradilar. Kimga nima kerak bo'lsa zakaz qilaverasizlar. Rossiyada yurganlar ko'rayotgan bo'lsangiz, bitta like, podpiska qiling. Otangizga, bobongizga zakaz qilsangizlar jo'nataveraman. Taksi bilan pochta orqali jo'nataveraman. Pulini kartaga tashlaysizlar, adresni aytasizlar, chiqarib yuboraveraman. O'zlaringizga kerak bo'lsa, sur teridan kepka qilib tikib beraman. Norka bilan sur qo'yib tikib beraman, antik qo'yib. Ko'ring. Chiroyli qilib tikib qo'yibman. Norkasi Kanadaniki, kalta julli bo'ladi. Zakaz qilaverasizlar, kim ko'rayotgan bo'lsa. Har xil turda bosh kiyim tikaman. Ko'ring. Kim ko'rayotgan bo'lsa like bosing. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizga obuna bo'ling. E'tiborlaringiz uchun rahmat.